Diqqat qiling, shoshilinch xabar. Endi O'zbekistonda hech kim pul yig'a olmaydi va haqqi ham yo'q. Assalomu alaykum barchaga. Videomiz keng tarqalishi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. 2026-yilning 1-iyulidan boshlab ko'p kvartirali uylardagi barcha majburiy to'lovlar faqatgina mening uyim tizimi orqali qabul qilinadi. To'lovlarni naqd pul shaklida qo'lga berish yoki podyezdlarda pul yig'ish to'xtatiladi. Naqd pul orqali hisob-kitob qilish va eskicha muloqot usullari endi o'tmishda qoladi. Maqsad to'lovlar shaffofligini ta'minlash va korrupsiya yoki firibgarlik holatlarini oldini olish deyiladi xabarda.